Diqqat aholiga tezkor xabar! Farzandiga qovun sotib olib berib yoki o'zlari ham iste'mol qiladigan barcha fuqarolar xabardor bo'ling. O'zbekistonda qovun yegan fuqarolar zaharlangani aytilmoqda. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostida like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Layk bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, ijtimoiy tarmoqlarda Surxondaryo viloyatida yetishtirilgan qovun mahsulotlarida nitrat miqdori me'yoridan ortiq ekanligi va uni iste'mol qilgan fuqarolar zaharlanayotgani haqida xabarlar tarqalmoqda. Mazkur holat yuzasidan viloyat hokimligi ma'lumot berdi. Unda aytilishicha, viloyatdagi barcha dehqon oziq-ovqat bozorlarida poliz mahsulotlari, jumladan qovun, doimiy ravishda veterinariya sanitariya laboratoriyalarida tekshiruvdan o'tkaziladi. Ulardagi nitrat miqdori belgilangan sanitariya me'yoriga muvofiq deb topilganidan so'ng savdoga chiqarishga ruxsat beriladi. Ayni kunlarga qadar viloyatdagi biror tibbiyot muassasalariga qovun iste'moli orqali zaharlanish holati bilan murojaat qilinmagan. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarga tarqalgan video lavhalardagi qovun navi Surxondaryo viloyatida yetishtirilgan mahsulotlarga hech qanday aloqasi yo'q. Viloyat dehqonlari bugungi sifatli talabga javob beradigan qovun navlarini yetishtirib, mahalliy bozorlarga yetkazib bermoqda. Shu munosabat bilan aholiga murojaat qilib, ijtimoiy tarmoqlarga tarqalgan norasmiy tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ishonmasliklarini, faqat rasmiy manbalarga tayanishlarini so'raymiz. Tarqalgan videolardagi ma'lumotlar haqiqatga to'g'ri kelmasligi va ular mutlaqo yolg'on ekanligini ma'lum qilamiz, deyiladi xabarda.